yoshlarda o'ynab qo'yinglar. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, yana bir ajoyib so'z, ajoyib tabrik so'z. Xudo tomonidan kelgan bir aziz mehmonlar ekanlar, opaxon Sojida opa. Endi yo'q, agar men mikrofonni olib borsam, bani bu yoqqa chiqadilar. Chunki tabrik so'z isboti o'yini bilan yaxshi bilishadi. Marhamat. Bildirsangiz, marhamat. Endi uzr so'raymiz. Bizni mana soat yetmaydi u tomonga. Mikrofonimizni chunki har bir marhamat. Assalom so'zimning kirish qismidan, assalom nozik qalb yurak to'ridan, assalom azizlar shu yerda o'tirganlar nomidan, assalom azizlar kelin-kuyov nomidan. Assalomu alaykum. Mana shu bugun dasturxon atrofiga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana shu kechamizni baxt kechasi deb atar ekanmiz. 2 yoshga kattadan katta baxt tilayman. Baxt so'zidan bni olib baxtli bo'lingiz deyman. Baxt so'zidan ani olib ahil yashangiz deyman. Baxt so'zidan xni olib halol yashangiz deyman. Baxt so'zidan tni olib tinch totuv yashangiz deyman. To'yga keldik, to'ylaringiz muborak. To'yga yaxshi kuylaringiz muborak. Yaxshi niyat o'ylaringiz muborak. Shodlik ayyom to'ylaringiz muborak. Har kunimiz o'zi to'y bir shodiyona. Jam bo'lishdik do'stlar, to'y bir bahona. Biz kuylaylik, o'ynasin bir jonona. Yaxshi kunda to'ylaringiz muborak. Shodlik ayyom kuylaringiz muborak. Qani o'ynang, bir ko'raylik ey do'stlar. To'y gashtini biz suraylik ey do'stlar. Lola qadah ko'taraylik ey do'stlar. Yaxshi kunda to'ylaringiz muborak. Shodlik ayyom kuylaringiz muborak. Baxtli bo'linglar, o'tiringlar. Rahmat. Yaxshi, bitta qo'shuv bo'lsa-da, mahalla o'zi o'ynasa. Qaranglar. Bo'ladi, ana. Gap degan mana bunaqa bo'ladi. Rahmat. Rahmat opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat, mana shu yaxshi siz xohlagan qo'shiq sizlar uchun, Xudo tomonidan kelgan aziz mehmonlar uchun. Marhamat, Sojida opa.
hamisha o'sha tilagimiz, o'sha niyatimiz xalqimizni yaxshi to'ylarida o'ynab kuylar deymiz. Hozir aziz do'stlar, bir tabrik so'z o'zlarini niyatlari bilan, dil so'zlari bilan tashrif buyurgan kelini eng yaqin dugonlaridan Nargizaxon. Assalomu alaykum. Ushbu fayzli xonadonimizga tashrif buyurgan mehmonlar. Mana bugun biz mana shu ikkita sababchilarimiz bo'lmish Mo'jidaxon va Farhodjonlarning nikoh to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Ularga eng avvalo baxt tilaymiz. Ularga dunyodagi qanaqa eng shirin, eng asal, eng go'zal niyatli bo'lsa, hammasini tilaymiz. Baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat, rahmat. Hech kim eshitmadi shekilli, kamchilik eshitib, chiroyli qarsak bo'lmadi. Shundoq. Aziz do'stlar, endi ruxsat bergaysizlar, men hozir biz endi san'atkormiz, bizning kasbimiz shu. Bir akaxonimiz, keyin bir opajonlar deb kechaga mana yaqinda ko'rganlar, mana ko'ngil ko'chalari bo'lyapti. Shundan bir mayli endi kasbimiz shunaqa, yomon odamni o'ynaymiz, ertaga yaxshi odamni o'ynaymiz. Sizlarni bir kichkina bir san'atkorlarimdan bir tabrigim bor. Bu albatta taqlid sifatida Kapirovka dedi. Qutlug'xon video filmi juda ko'p marotaba ko'rgansizlar, yaxshi bilasizlar. O'sha Qutlug'xon video filmida Mirza Karimboy rolini ijro etgan O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor Po'latiga Said Qosimov hamda yo'lchi rolini ijro etgan u ham ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Teshakka Mo'minov. Mirza Karimboy hamda Yo'lchiboy. Yo'lchiboy o'zini o'z tog'asidan o'zini haqqini so'rab turgan joyi. Qayerdasan? Haromi? Bu ishlardan bu deshab ketaymi? Baqirmang. Bu yurang senga qancha savob berdi? Zulmingiz berdi. Zulm? Non ko'r badbaxt. Men sen tuqqanim dedim. Yedirdim. İçirdim. Kimi sana koyganim? Tog'a, oppoq soqolingiz bilan yolg'on gapirishga uyalmaysizmi? Yedirdim deysiz. Bergan ovqatingiz yuvindi ham emas. Kiyintirdim deysiz. Bu ostonaga kelib etik, chopon u yoqda tursin, hatto bitta yangi do'ppi kiyganim yo'q. Mayli tog'a, haqqimni bersangiz bas. Haq? Qanaqa haq? Eshigingizga 2,5 yil ishlab 40 so'mga yaqin pul oldim. 40 so'm pul emasmi? Mayli tog'a, tomirizdagini bering. Bir ham bermayman. Pulingdan ketsa undirib ol. Undan ko'ra tog'a, hech bo'lmasa bir 100 gram aroq qo'yib bering degan ekan. Rahmat. Rahmat aziz san'atkorlar, aziz mehmonlar, qadrdon do'stlar. Men hozir navbatda san'atkorlarga bersam-da o'zlarini ajoyib dil so'zlarini, sho'x qo'shiqlarini siz aziz mehmonlarga baxsh etsinlar hamda Nargizaxon boyagi tilagingizni isboti bilan o'sha sizga yaqin dugonlarimizni o'rtaga hozircha marhamat, keyin sizlar uyiga taklif qilamiz. Marhamat. Hozir bitta iltimos degan bir ashulalar bor ekan. Undan keyin sho'x do'stlarni bir davraga chaqirsak, shunda deganimiz katta bo'lsalar. Kelgini jon dilim. Kelgini jon dilim, sen meni yonimda tur. Belki menem aylanar kanımda turur. Bir karar kalbindedir. Sen şirin canımda turur. Bir karar kanımdadır, sen şirin canımdadır. Bir vefa can değdiler.
tur har yomon yaxshi kunda barcha imkondadir maylidir yo suldadir do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur kechmagayman do'stidan moli puldan kechsa ham borma deb garachi raqiblar zar cho'poni yetsa ham mayli taqdir xush kelib yo'lingga gullar sochsa ham mayli har ne ketsa ham do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur qo'lda bo'lsa do'st yor ham ko'p bo'lar qayga borsang olqishib maqtovchilar ham xo'p bo'lar hech qoqilma gelib qoqilsang g'iybatchilar to'p bo'lar munofiq ham soxta do'sting dushmaning deb bo'lib qolar mayli har ne gap bo'lar do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur do'st bo'lsang yonimda tur kelin bilan kuyovga har bir qizning iffati durdonadir chimildiq unga davlat xonadir koshonadan ulug' koshonadir chimildiqqa kir singil armoning qolmasin shu joyda kelin bilan kuyovni suratga oling chimildiqqa kirmagan qiz qolmasin har sanamni chimildiqda yor kutsin her senemni chimildiqda yori kutsin Süzük ko'zlarim zar kutsin qalbi olov qatoridan kutsin go'zal qizlar yor aytib qolmasin chimildiqqa kirmagan qiz qolmasin har suruvga qimmat erur chimildig'im tillalardan qimmat erur chimildig'im sharq qiz uchun sunnat erur chimildig'im o'zbek qizi uchun sunnat erur chimildig'im chimildiqqa kir armoning
qolmasin. Chimildiqqa kirmagan qiz qolmasin. Ateşimde malum
ochishga ozgina mablag' kerak ekan. Unda juda ham yaxshi tanib qolasizlar. Hozir yana davrani shu akamizga beramiz, marhamat. Rahmat. Rahmat azizlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, yana bir tabrik so'z. Mana shu xonadonning eng yaqinlaridan Sulton aka bilan bir joyda tug'ilishgan ekan, Tepa mahalladan. O'sha Tepa mahalla raisi Anvar aka o'zlarining ikki og'iz dil so'zlarini isbot etmoqchi ekanlar. Marhamat Anvar aka. Munosabat bilan kelganmiz. Tepa mahallasi, qolaversa Sulton akamni xonadonlari bizga qo'shni bo'lgan. Sulton akamni bizni ko'rib, ularni yurish-turishlarini ko'rib, havas qilib, ularga o'xshaylik deb katta bo'lganmiz. Shuning uchun biza bir ikki dil yaxshi bir niyatimizni shu 2 yoshga shu farzandlarimni to'yini, tomoshasini qilsam, elga dasturxon yozsam, shularni baxtini ko'rsam deb. Mana bugun shu Sulton akam shu orzulariga, shu niyatlariga yetgan kunlardan biri. Mana shu 2 yoshni ko'rib turib, ularga juda ham shirin to'shu bugun ham shariat tomonidan, ham davlat tomonidan qonunlarda belgilangan nikohdan o'tishgan bo'lsa kerak, zaksdan o'tgan bo'lishi kerak. Qo'llariga mana shu ramz sifatida uzuklar taqqan bo'lishi kerak. Men o'ylaymanki, shu narsalarni, shu bugun bo'lgan bir-biringizga ahd va paymonlaringlarni butun umrda eslab yursanglar, aynan mana shu bugun quvonchli kunlaringlarni eslasanglar, sizlarning o'rtangizda doimo shirin turmush, chiroyli hayot bo'ladi. Yana bir marta Tepa mahallasining aholisi hamda qolaversa o'zimizning oilamiz nomidan sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, uzoq yillarga baxtli hayot berishlarini tilab qolaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Ushbu xonadonga yig'ilgan mehmonlar, opalar, ukalar, singillar, o'tiringlar, mana bugun Sunnat akamni hurmatlari, Sulton akamni to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Bizda Yakkasaroy tumani. Sunnat aka 1 minut yonib keling. Sunnat aka. Sunnat akam chaqirib. Yo'q, bitta yaxshi musiqa bo'lsa, yo'qdan chaqirib birga. Yo'q daba. Thank you.
boshida aytdim, albatta mana shu xonadon san'atni yaxshi ko'radigan, san'atsevar xonadon deb. Haqiqatan ham san'atni yaxshi ko'radigan, san'atsevar xonadon. Shuning uchun mana hozir bir guruh san'atkorlar tashrif buyurishdi o'zlarining tilaklari, niyatlari bilan. Bu insonlar ham mana shu yaxshi bilasizlar xalqimizni. Insonni eng yaqin shogirdlaridan bular. Hozir mamnuniyat bilan mana shu so'zni qolaversa men navbatni mana shu san'atkorlarga bersamda o'zlarining ajoyib qo'shiqlarini, dil so'zlarini siz aziz mehmonlarga baxsh etsalar. Aytarkan, ikki narsa og'ir ko'nglimga doim. Ikki narsa uchun yo'q menda bardosh. Biri dushmanimning shodon qahqahasi, biri do'st ko'zida mo'ltillagan yosh. Bizning tilagimiz, bizning niyatimiz qolaversa, mana shu xonadon sohiblariga, qolaversa mana shu kelin-kuyovlarga, yana undan ham qolaversa, siz aziz mehmonlarga biz tilagimiz, niyatimiz hech qachon do'stlaringizni ko'zlarida yosh ko'rmanglar deymiz. Dushmanning qahqahasini hech qaysi birimiz eshitmaylik. Hamisha xonadonimiz mana shunday ajoyib to'ylar bilan band bo'lsin, yaxshi kunlar bilan band bo'lsin. Hammamiz xursandchilik qilaylik. Marhamat aziz san'atkorlar, navbat Habibulla Shamsiyev. Mehmonlar, hurmatli mezbonlar, biz mana shu xonadonga, fayzli to'yxonaga, chillaxonaga Sunnat akamizni hurmatlari tashrif buyurdik. Qolaversa, kelin bilan kuyovga niyatlarimiz bor, to'ylarimiz bor. Nimaiki niyat qilishgan bo'lsa, niyatlariga yetib berishsin. Mana shu fayzli oqshom umrlarida bir marotaba bo'lsin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarab, juvali bo'lib qariyalarimiz aytgandek, qo'sha farzandlarning ota-onalari bo'lib yurishsin. Qolaversa biz o'zimizni kichkinagina bir san'atimiz bilan mana shu shodiyonada ishtirok etayotganimizdan benihoya mamnunmiz. Marhamat. Meni bilmem kaçan gandın azad edersen, bir bana şirin sözler dilşad edersen, arkanca alemlerini çekti derdim. Gelip halim sırap gönlüm ağlam yetersin. Kırgınlık ateşi güzel, siz yatamaşındı kal. Kırgınlık ateşi güzel, siz yatamaşındı kal. Hayda sarı sözleri asar, Aldırma Hayda seni sözleri sen Gülüş ağıda kaldırma Yürüyen güzel Dilimdeki güzel Bana dilimdeki güzel Dagi Raza
kaygan yuzing bir ko'rdim termilib qoldim sharoga kaygan yuzing bir ko'rdim termilib qoldim esladikki shahlo uzak hayalda esladikki shahlo şirinim uzak hayalda gitme gitme yanımda şirin şirin canim ben olur gireyim sana canim gitme yanımda şirin şirin canim ben olur gireyim sana canim Gurlarga to'lib keng dunyoni to'ldirgin nurga aynajon nurlarga to'lgan keng dunyoni to'ldirgin albatta hozir men bir ozgina erkalik qilsam ko'tarasizlar degan umiddaman. Sunnat aka kelinlar bilan mana shu davraga tashrif buyursangiz, mana bir chiroyli dilimda asrab qo'ygan qo'shig'im bor. Ana shu qo'shiqqa siz xirom aylab bermasangiz, siz o'ynab bermasangiz, meni yuragim joyiga tushmaydi. Marhamat, bitta chiroyligina, shinavgina qilib qarsak chalib qo'ysaylik, yana ham ha. Marhamat.
يا نور العين شاكي خيالي عاشق قلبي حبيبي يا نور العين شاكي خيالي عاشق قلبي يا حبيبي حبيبي يا نور العين شاكي خيالي القلب الغول السهل أنا شو سهل الله خلق الله أنا سهران قلب القليل أنا شو سهل الله خلق الله أنا سهران عيونك هوايا عيونك هدايا عيونك هوايا عيونك هدايا هدايا الليالي حبيبي 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 نور العين ساكن Açılgan qo'ynoqda tug'ilgan جانانم ekan.
Kara gözlü cananım gel bak sen şirin sözlü cananım gel bak sen Kara gözlü cananım gel bak sen şirin sözlü cananım gel bak sen İşinden yaman yok, işinden yaman yok. Ya nazarken uyumasa, işinden yaman yok, işinden yaman yok. Sizin ayağı askıya, bir koysayım, hatta kırılırsa, işinden yaman yok. Kara gözlü cananım, gele bak sen, şirin sözlü cananım, gele bak sen. Kara gözlü cananım, gel varsa içinde. Şirin sözlü cananım, gel varsa içinde. Şirin sözlü cananım, gel varsa Jon rahmat, san'atkorlar rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ijodiy ishlaringga hamisha omad tilaymiz. Hech qachon dard ko'rmanglar. Xalqimizning to'ylarida hamisha xizmatda bo'linglar. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, endi ruxsat berganda yana bir tabrik so'z mana shu xonadonni eng yaqinlaridan kuyovning jiyanlari Feruzaxon ikki og'iz tilak, ikki og'iz niyat qilmoqchi ekanlar. Marhamat, Feruzaxon. Farhod akam, Mavjud akam bilan baxtli bo'lsinlar. Ko'p yashab, o'sha qarishsin. Yaxshi farzandlarning ota-onasi bo'lsin dedim. Bo'ladi shu o'zi. Rahmat, chiroyli qarsak bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, endi ruxsat bergisiz mana shu bizni ko'rib turibsizda har bir tabrik so'z bo'lgandan keyin o'zini isboti bilan o'yini bilanman. San'atkorlarni Toshkent shahrimizga qolaversa, O'zbekistonimizga bu narsa an'ana bo'lib qolayotgan to'yda har bir inson o'zining dil so'zlarini, yaxshi niyatini gapirib keladi. Shular bilan birga mana shu to'yxonamizning sababchilari
ikkita yaxshi bilasizlar, Xudo xolalar o'zlarining tilaklarini, o'zlarining niyatlarini bildirishadi. Hozir men sizlarni ruxsatinglar bilan Hanifa opa, Sharifa opa, Xudo xolalar, onaxonlar, Sharifa opa, Hanifa opa ko'p emas, bir 2 daqiqaga mana shu do'st yig'ib dasturxon yozib to'y tomosha beramiz deb niyat qilgansizlar. Qolaversa sizlar bilan birgalikda mana shu qarindosh urug'lar ham sizlarni ikki og'iz tilaklaringizni, ikki og'iz niyatlaringizni shu yerda yig'ilgan aziz mehmonlar guvohligida eshitsak, bu do'stimiz, ajoyib do'stimiz esdalik uchun mana video lentaga olishyapti. Bu albatta yaxshilik. Bu albatta yaxshilik, albatta chunki esdalik bo'lib qoladigan narsa. Har yili, qolaversa har bir to'yda mana shu kasetani videoga qo'yib, tomosha qilib, mana shu kunni eslab xursand bo'lasizlar. Marhamat. Charchab qolsizlar. Rahmat. Yana bir assalomu alaykum aziz onaxonlar. Muborak bo'lsin to'ylaringiz, qutlug' bo'lsin to'ylaringiz. Mana shu farzandlaringizni hozir aytib, necha yillik orzu umidlaringiz bilan mana chiroyli libosda, chiroyli kiyimda o'tirishdi. Biringlar qizimni nikoh libosida ko'radi, biringlar o'g'limni mana shu kuyov libosida ko'radi. Necha yildan beri orzu qilib kelsa, mana bugun ajoyib oqshomda mana shu niyatlaringiz amalga oshadigan kun. Aziz onaxonlar, aziz, yo'q, kerak emas. Biz rahmat. Yo'q, men cho'zib ko'padagi yo'q, albatta. Maligi yig'latib, she'rlar qilib, u narsaga biz chek qo'yamiz. Aziz onaxonlar, marhamat. Hanifa opa. Hali yosh albatta. Hanifa opa, ikki og'iz tilagingizni, niyatingizni mana shu farzandlaringizga. Marhamat. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Shu bugun qizim Mojudaxon, kuyovim Farhodjonni misol kechalariga kelgan ekansizlar. Hammanglarga kattadan katta baxt tilayman. Xudoy bolam shu yerda uvali juvali bo'lsin. Shu oyijonni, adajonlarni xizmatlarini qilsin. Bular rohatini ko'rsin. Xudoy bularga ham yaxshi farzandlar berib, kelasi shu yillarga 5 yo'l olib kelaylik. Rahmat kelganlar. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni mana shu keyingi yillarda bir ajoyib beshik to'ylar sizlarga nasib qilsin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz, hurmatli mehmonlar. Hurmat qilib bizani shu ikkala yosh o'g'lim Farhodjon va Mojudani nikoh to'ylariga xush kelibsizlar o'g'lim. Bu 2 yoshga men baxt tilayman. Men o'yimda qizim yosh qiz bo'lib, ishqilib ikkalasi qo'sha qarisin. Shularni anaqa qilmayman. Rahmat. Kelganingizga. Rahmat. Hozir aziz onaxonlar, mana farzandlar sizlarga atab mana gul tayyorlashyapti. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin, mana shu gullar farzandlari o'zlarini onajonlariga topshirishsa, marhamat, mana shu gullarni qabul qilinglar aziz onaxonlar. Bitta qarsak bo'lsin aziz do'stlar, aziz mehmonlar, bu gullarni shu farzandlar o'z onalariga topshirishyapti. Rahmat. Mana shu gulday ochilib chochib yuringlar. Hech qachon kam bo'lmanglar, hech qachon dard ko'rmanglar deymiz. Endi aziz onaxonlar, shu gullarni men ushlab tursam-da, menga ishonsanglar. San'atkorlarni o'rtaga taklif qilsam, qanaqa qo'shiq bo'lsin? Sho'xroq bo'lsinmi, og'irroq? Sho'xroq bo'lsin ekan. Marhamat, san'atkorlar, navbat sizlarga.
aylanib o'ynadik. Akşam felekte ay buzine batken geçen akşam felekte ay buzine batken Zuhra'yız milten Rahmda açken Ruhumda bir ayısını sakini uyg'otgan Men seni esga Aşıklarım ayollar uchun qo'shilajak bormi bu yerda? Ayollarni yomon ko'radigan zotlar. Yoshlari ulug' bir onaxonlar. Bu onaxonni haligi hazillashib gubernator ona deyishar ekan. Ya'ni general ona. Bu kishi mana shu hozirgi mana shu to'yimizni qolaversa mana shu Farhodjonni buvilar, ya'ni bu to'y bu onaxon uchun nevara to'y. Hozirgi paytda mana 70 yoshlar atrofi bu onaxon 6 ta farzandni ulg'aytirib voyaga yetkazib, o'zlarini mana shu bugungi yana bir navbatdagi to'ylarini o'tkazib, yana bir navbatdagi ajoyib mana shu bayramni o'tkazyaptilar. Assalomu alaykum Muhammad ota. Albatta. Busiz bo'lmaydi. Avvalo moral bo'lsin nevara to'ylar, aziz onaxon. Siz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizning tilagimiz, niyatimiz albatta o'g'illar ko'p uncha o'ylamaydi, chunki xizmatlar bilan. Qizlar o'ylaydi onalarni, otalarini. Mana hozir o'g'illar sizni shuning uchun aziz onaxon, men ikki og'iz tilagingizni, niyatingizni mana shu do'stlar orqali guvohlikda mana shu kelin-kuyovga atakan dil so'zlarni eshitmoqchi edik. Marhamat, Muhammad ota. Assalomu alaykum, xudoandalar, opa-singillar, aziz mehmonlar. Bu o'g'lim Farhodjon bilan Mojudaxonni ko'p yoshligiga kirib, Xudoyo yanishib qoldi. Hurmat etmoqchi edim.
avvalambor sulton bilan sharifa qo'sha qarishsin. Oya ko'p yoshligiga kirib tanjonlari sog' bo'lsin. Kelgan bolam shu yerda qo'sha qarishsin, yayrab yashnab tip qo'yib palay yozsin. Sharifaning qizi yo'q, loya qiz bo'lsinlar. Rahmat. Rahmat. Mana shu tilakni o'zi bizga yetarli. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin aziz do'stlar. Endi aziz onaxon, mana shu do'stimiz mana hozir mana men aytib videoni olyapti. 100 yoshingizga kirganda ham shu gazetani qo'yib tomosha qiling deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men san'atkorlarni o'rtaga taklif qilsam-da, tanavor agar Sen